Yillar davomida Rossiya va Qozog'iston yaqin siyosiy iqtisodiy hamkorlar sifatida harakat qilib keldi. Ammo Ukrainadagi urush cho'zilgani sari bu munosabatlardagi kuchlar muvozanati ham asta-sekin o'zgarmoqda. Qozog'iston prezidenti To'qayevning Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashuvdan aytgan so'zlari bu o'zgarishni yana bir bor namoyon qildi. 25-iyul kuni Putin Irkutskdagi tashrifidan so'ng Omskka kelib, To'qayev bilan uchrashdi. Kreml uchun bu uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik va yangi kelishuvlarni namoyish qilish imkoniyati bo'lishi kerak edi. Ammo To'qayev suhbatni Ukraina mavzusiga burdi. Telekameralar qarshisida Qozog'iston prezidenti Yevropa va AQShdan Rossiya-Ukraina mojarosining hozirgi holati bo'yicha ko'plab signallar olayotganini va bu haqda Putinga avval telefon orqali ham ma'lum qilganini aytdi. Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. To'qayev shunday dedi: Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaroning hozirgi holati bo'yicha Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlaridan ko'plab signallar olayotganimni yashirmayman. Bu haqda sizga telefon orqali ham ma'lum qilganman. Shundan keyin u mojaroning mohiyati to'liq tushunarli emasligini ta'kidladi. Eng muhim bayonot esa keyin yangradi. Bularning barchasini to'xtatish kerak. To'qayev urushni muzlatish zarurligini bildirdi. Shu bilan birga Qozog'iston Rossiya va Ukraina o'rtasidagi Moskvaga yaqin vositachi rolini bajarishga tayyor emasligini ochiq ko'rsatdi. To'qayev Qozog'iston bunday vositachilikni qat'iyan rad etishini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya buyuk davlat, u o'z masalalarini o'zi hal qila oladi. Putin esa uchrashuvning ochiq qismi yakunlanganidan keyin To'qayevga vaziyat bo'yicha batafsil ma'lumot berishini aytdi. Ammo Omskdagi bu muloqot Rossiya va Qozog'iston munosabatlaridagi yangi siyosiy raylikni ko'rsatdi. Ostona Moskva bilan iqtisodiy hamkorlikni saqlab qolmoqda, biroq Ukraina masalasida Kreml pozitsiyasini qabul qilmayapti. Bu Qozog'iston uchun yangi pozitsiya emas, urushning dastlabki bosqichlardanoq. Ostona Ukrainadagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan separatist hududlarni mustaqil davlat sifatida tan olmasligini bildirgan. Qozog'iston Qrimni Rossiya hududi deb tan olmaydi. Shuningdek, 2022-yil fevraldan keyin Rossiya nazoratiga o'tgan Ukraina hududlarini ham Rossiyaniki deb hisoblamaydi. Ostonaning rasmiy pozitsiyasiga ko'ra bu hududlar Ukraina tarkibida qolishi kerak. Biroq Moskva uchun Qozog'istonning ahamiyati harbiy sohadan ko'ra iqtisodiy va savdo munosabatlarida ancha katta. Uzoq vaqt davomida Qozog'iston Rossiya, G'arb va boshqa yirik kuchlar o'rtasida ehtiyotkor diplomatik muvozanat saqlashga harakat qildi. Ammo Ukrainaga bostirib kirish Rossiya va Qozog'iston munosabatlarida muayyan yoriq paydo qildi. Bu hali to'liq siyosiy ajralish emas, biroq yillar o'tishi bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning xarakteri o'zgardi. Ukraina urushigacha Rossiya bu munosabatlarda shubhasiz kuchli tomon edi. Hamkorlik mavjud bo'lsa-da, kuchlar muvozanati teng emasdi. Bu nafaqat Qozog'iston, balki Markaziy Osiyoning katta qismi uchun xos holat edi. Moskva yillar davomida mintaqada o'z iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirib, Rossiyani Qozog'iston kabi davlatlar xavfsizligining asosiy kafolatchisi sifatida ko'rsatib keldi. Ukraina urushi bu tasavvurga jiddiy ta'sir qildi. Birinchidan, u Moskva o'z manfaatlari yo'lida qo'shni davlatga qarshi harbiy kuch ishlatish mumkinligini ko'rsatdi. Ikkinchidan, 4,5 yildan ortiq davom etgan urush Rossiyaning harbiy imkoniyatlari avval tasavvur qilgandek mutlaq emasligini namoyon qildi. Ukraina qarshilik ko'rsatishda davom etar ekan, Rossiya hududi va infratuzilmasiga ham jiddiy zarar yetkazmoqda. Bu jarayon Markaziy Osiyo rahbarlarining Moskvaga nisbatan siyosiy ehtiyotkorligi va qo'rquvini asta-sekin kamaytirishi mumkin. Omskdagi To'qayev bayonotlarini ham ana shu o'zgarayotgan kuchlar muvozanati doirasida ko'rish mumkin. Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi muvozanat to'liq o'zgarib ketgani yo'q. Rossiya hali ham iqtisodiy, harbiy va siyosiy jihatdan ancha katta kuch. Ammo Qozog'iston Moskva uchun avvalgidan ko'ra muhimroq hamkorga aylandi. Buning eng yaqqol misollaridan biri Rossiyada kuchayib borayotgan yoqilg'i muammosi. Ukraina Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga zarbalarni kuchaytirib, bosib olingan hududlarda yoqilg'i tashuvchi mashinalar va tankerlarni ham nishonga olayotgan bir paytda Rossiyada benzin ta'minoti bilan bog'liq muammolar paydo bo'ldi. Iyun oyi oxirida Moskva Qozog'istondan 50 ming tonna benzin yetkazib berishni so'radi. Maqsad Rossiyaning turli hududlarida yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida paydo bo'lgan katta navbatlarni kamaytirish edi. Qozog'iston bu talabga darhol rozi bo'lmadi. Oradan taxminan bir hafta o'tgach, Ostona Rossiyaning so'rovini qabul qildi. Bu vaziyat ikki muhim holatni ko'rsatdi. Birinchidan, Moskva
hali ham zarurat tug'ilganda Qozog'iston resurslaridan foydalanishga intiladi. Ikkinchidan, dunyodagi eng yirik neft ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lgan Rossiyaning Qozog'istondan benzin so'rashi Moskvadagi yoqilg'i muammosi qanchalik jiddiyligini ko'rsatadi. Aynan shu holat To'qayevning Moskva bilan munosabatlardagi muzokara imkoniyatlarini kengaytiradi. Putinga Qozog'iston kerak, ammo Qozog'istonga ham Rossiya zarur. Qozog'iston eksport qiladigan neftning katta qismi hali ham Rossiya hududidan o'tuvchi quvurlar orqali tashqi bozorlarga chiqariladi. Shu sababli ikki davlat iqtisodiy jihatdan bir-biriga bog'liq. Biroq Rossiya uchun Qozog'istonning strategik ahamiyati oshgan ostonaga avvalgidan ko'ra ko'proq siyosiy manyovr imkoniyatini bermoqda. To'qayevning Putin bilan yuzma-yuz o'tirib Ukrainadagi urushni to'xtatish zarurligini ochiq aytishi ham shu yangi vaziyatning belgilaridan biri. Bu bayonotlar yana bir muhim omilni ko'rsatadi. Ukraina urushi endi faqat Rossiya va Ukraina o'rtasidagi front bilan cheklanib qolmayapti. Uning oqibatlari Qozog'istonning neft va yoqilg'i eksportiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ukraina Qozog'istonning o'ziga to'g'ridan-to'g'ri zarba berayotgani yo'q. Bu Ukraina suverenitetini qo'llab-quvvatlab kelayotgan davlat bilan munosabatlar uchun jiddiy diplomatik xato bo'lar edi. Ammo Ukraina Qozog'iston neft eksporti bilan bog'liq bo'lgan Rossiya infratuzilmasini nishonga olmoqda. The Moscow Times ma'lumotlariga ko'ra, Qora dengiz va Azov dengizi hududidagi so'nggi dron hujumlari, xususan Kaspiy quvur konsorsiumi terminalga berilgan zarbalar Qozog'iston neft kompaniyalarini kunlik qazib olish hajmini qisqartirishga majbur qildi. Rasman bu sof texnik qaror sifatida izohlangan bo'lsa-da, uning iqtisodiy oqibatlari Qozog'iston uchun sezilardi. Ukraina Novorossiyskka ham muntazam zarba bermoqda. Qrimdagi Sevastopol bazasidan siqib chiqarilgan Rossiya Qora dengiz flotining qolgan qismi hozir asosan Novorossiyskda joylashgan. Biroq Novorossiysk faqat harbiy baza emas, u muhim tijoriy port ham hisoblanadi. Bu port orqali katta hajmda neft, jumladan Qozog'iston nefti ham tashqi bozorlarga chiqariladi. Shu sababli Rossiya harbiy va energetik infratuzilmasiga berilgan zarbalar bilvosita Qozog'iston iqtisodiyotiga ham ta'sir qiladi. Qozog'iston iqtisodiyoti uchun neft va gaz Rossiyadagi kabi strategik ahamiyatga ega. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, energetika savdosi Qozog'iston yalpi ichki mahsulotining 30% dan ortig'ini tashkil etadi va mamlakat eksportining 75% dan ziyodi shu soha hissasiga to'g'ri keladi. Agar Ukraina dronlari Qozog'iston o'z neftini sotish uchun foydalanadigan Rossiya portlari, terminallari va quvur infratuzilmasiga zarba berishda davom etsa, bu Qozog'iston iqtisodiyoti uchun to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yo'qotishlarga aylanadi. Shu nuqtada To'qayevning pozitsiyasi yanada tushunarli bo'ladi. Bu yerda Qozog'istonning Rossiya ustidan paydo bo'lgan yangi muzokara imkoniyatlaridan foydalanish omili ham bor. Ammo asosiy maqsad Qozog'istonning o'z milliy manfaatlarini himoya qilish. To'qayev Putinga urushni tugatish vaqti kelganini aytar ekan. Rossiya Kreml istagan shaklda g'alabaga erisha olmasligini hisobga olmoqda. Putin o'z strategik maqsadlaridan voz kechmas ekan, Qozog'iston uchun ham iqtisodiy munosabatlarni odatiy holatga qaytarish qiyinlashadi. Ammo Rossiya uchun bundan ham kattaroq muammo shakllanmoqda. Qozog'iston uzoq yillar davomida imkon qadar ko'proq davlatlar bilan yaxshi munosabatlarni saqlashga harakat qildi. Bu ostona tashqi siyosatining ko'p vektorli modeli edi. So'nggi yillarda esa bu siyosat bir necha bor jiddiy sinovdan o'tdi. Rossiyaning Ukrainadagi urushi, mintaqadagi boshqa harbiy inqirozlar va Xitoyning Markaziy Osiyoda tobora kuchayib borayotgan ta'siri ostona uchun muvozanat saqlashni qiyinlashtirmoqda. Ukraina urushi qanchalik uzoq davom etsa, Qozog'iston uchun barcha tomonlar bilan bir xil masofani saqlash shunchalik murakkablashadi. 25-yildagi uchrashuv Moskva uchun muhim signal bo'ldi. Ostona Rossiya bilan hamkorlikni saqlayotgan bo'lsa-da, Kremlning Ukraina bo'yicha pozitsiyasiga to'liq qo'shilmayapti. To'qayev nutqidagi yana bir muhim nuqta, u Yevropa va AQShdan Ukrainadagi urushning hozirgi holati bo'yicha ko'plab signallar olayotganini aytgani. Bu signallarning aniq mazmuni ochiqlanmadi. Qozog'iston Rossiyaga nisbatan muayyan iqtisodiy ta'sir vositalariga ega bo'lsa, G'arb ham Qozog'istonga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlariga ega. Shu bilan birga, Yevropa Qozog'iston nefti uchun eng muhim bozorlardan biri. Qozog'iston hozir Yevropa ittifoqining 3-yirik neft yetkazib beruvchisi hisoblanadi. Shu sababli To'qayev tilga olgan signallar G'arbning Ostonadan Moskvaga nisbatan siyosiy bosimni kuchaytirishni so'rayotganini anglatishi mumkin. Biroq bu faqat ehtimol. To'qayev G'arb ta'sirini umumiy tarzda tilga oldi. Uning ortida tahdid yoki bosim borligini tasdiqlovchi aniq ma'lumot yo'q. Aksincha, bu jarayon iqtisodiy manfaatlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Iyun oxirida Qozog'iston Yevropa ittifoqi bilan umumiy qiymati 12 milliard dollarlik kelishuvlarga erishdi. Ularning katta qismi Yevropa ittifoqidan 50 ta Airbus yo'lovchi samolyoti xarid qilish bilan bog'liq. Demak, Yevropa To'qayevga bosim o'tkazayotgan bo'lishi shart emas.
Qozog'iston G'arb bilan hamkorlik orqali sanksiyalar va uzoq davom etayotgan urush ta'siridagi Rossiya taklif qila olmaydigan texnologiya, investitsiya va iqtisodiy imkoniyatlarni qo'lga kiritayotgan bo'lishi mumkin. Har ikki holatda ham Moskva uchun umumiy tendensiya bir xil. Rossiyaning Qozog'istondagi an'anaviy ta'siri asta-sekin qisqarmoqda. Ostona faqat G'arb bilan emas, Xitoy bilan energetik hamkorlikni ham kengaytirishga harakat qilmoqda. Qozog'iston neftini Rossiya hududidan o'tkazmasdan tashqi bozorga chiqarish imkonini beruvchi atigi ikkita asosiy yo'nalishga ega. Ulardan biri Qozog'istonning Atasov hududini Xitoyning Shinzhou mintaqasi bilan bog'laydigan neft quvuridir. Bu hajm Rossiya yo'nalishini to'liq almashtirish uchun yetarli emas. Buning uchun yangi infratuzilma va katta sarmoya talab etiladi. Ammo bu yo'nalish Qozog'istonning Rossiya tranzitiga qaramligini bosqichma-bosqich kamaytirish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi. Xitoy uchun ham bu manfaatli. Pekin Qozog'iston neftini ko'proq sotib olish uchun zarur infratuzilmani kengaytirishdan iqtisodiy va geosiyosiy manfaat ko'radi. Bu Xitoyga nafaqat yangi energetika manbalarini ta'minlash, balki Markaziy Osiyoda Rossiya hisobiga o'z ta'sirini kengaytirish imkoniyatini ham beradi. Natijada Qozog'iston atrofida yangi geosiyosiy manzara shakllanmoqda. Bir tomonda Rossiya, ikkinchi tomonda Yevropa va AQSh, yana bir tomonda esa Xitoy. Ukraina urushi uzaygani sari Ostona uchun ushbu kuchlar o'rtasidagi muvozanat ham o'zgarib bormoqda. Rossiya 2022-yilgidan zaifroq holatda. Urushning iqtisodiy va harbiy xarajatlari, sanksiyalar hamda Ukraina zarbalari Moskva resurslariga bosimni kuchaytirdi. Shu sharoitda Rossiyaga yaqin bo'lgan davlat rahbarining Putin bilan yuzma-yuz uchrashib, urushni to'xtatish zarurligini aytishi Kreml uchun muhim siyosiy signaldir. To'qayev o'z pozitsiyasini bildirdi, ammo asosiy savol: Putin bu signalni qabul qiladimi? Hozirgi sharoitda bu ehtimol past ko'rinadi. Putin uchun mavjud vaziyatni qabul qilish, Ukraina suverenitetini va Moskva o'z oldiga qo'ygan dastlabki maqsadlarga erisha olmaganini tan olish bilan teng bo'lishi mumkin. Xorvatiyaning Virgin List nashri Kiev Post orqali keltirgan bahosida buni shunday ifodalaydi. Hozirgi vaziyatni qabul qilish Ukraina suverenitetini tan olishni anglatadi. Bu esa Rossiya emas, Ukraina g'alabasi sifatida qabul qilinishi mumkin. Putin uchun bu qabul qilib bo'lmaydigan holat. U majbur bo'lmaguncha to'xtamaydi. So'nggi voqealar ham Kreml hozircha keng qamrovli o't ochishni to'xtatish variantiga tayyor emasligini ko'rsatmoqda. Ukraina va AQSh yangi tinchlik taklifini ishlab chiqqan bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Biroq Kreml hozircha qo'liga aniq hujjat kelmagunicha bu taklifga munosabat bildirmasligini aytmoqda. Agar kelish Ukrainadan hududiy yon berishni talab qilmasa, Moskva uni qabul qilmasligi ehtimoli yuqori. U Putinni murakkab siyosiy vaziyatga soladi. U va'da qilingan natijalarsiz urushni to'xtatsa, ichki siyosiy pozitsiyaga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ammo urushni davom ettirsa, Rossiyaning Markaziy Osiyodagi an'anaviy ta'siri yanada zaiflashishi mumkin. Qozog'istondan tashqari boshqa Markaziy Osiyo davlatlari ham iqtisodiy va xavfsizlik munosabatlarini diversifikatsiya qilishga, G'arb va Xitoy bilan hamkorlikni kengaytirishga harakat qilishi mumkin. Shunda Kreml oldida og'ir tanlov paydo bo'ladi. Urushni davom ettirish Putinning shaxsiy siyosiy pozitsiyasini saqlab qolish mumkin, ammo Rossiyaning uzoq muddatli mintaqaviy manfaatlariga zarar yetkazadi. Urushni Kreml rejalashtirgan natijalarsiz tugatish esa Putinning ichki siyosiy nufuziga zarba bo'lishi mumkin. To'qayevning OMSKdagi bayonotining eng muhim ogohlantirishi ham shunda. Qozog'istonda kuzatilayotgan o'zgarishlar alohida emas. Ular Rossiyaning Ukrainadagi uzoq davom etayotgan urushi tufayli Yevrosiyoda shakllanayotgan yangi kuchlar muvozanatining bir qismi. Moskva o'zining tarixiy ta'sir doirasidagi davlatlarni saqlab qolishga harakat qilar ekan, G'arb va Xitoy bu mamlakatlar uchun tobora ko'proq iqtisodiy, texnologik va siyosiy muqobillikni taklif qilmoqda. Qozog'iston esa Rossiya bilan munosabatlarni uzmasdan, tashqi aloqalarni diversifikatsiya qilish uchun paydo bo'lgan imkoniyatlardan foydalanmoqda. Shu ma'noda To'qayevning Putinga urushni to'xtatish haqidagi murojaati faqat Ukraina haqida emas. Bu Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri va butun mintaqada o'zgarib borayotgan geosiyosiy muvozanat haqidagi jiddiy signal hamdir. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.